Savol: ko'pincha Ramazon oyining so'nggi kunida ro'za tutar ekanmiz. Ba'zi yurtdoshlarimiz bugun butun dunyoda og'iz ochilibdi, hayit nishonlanibdi deb og'iz ochishadi va bizni ham shunga da'vat qilishadi. Hayit kuni mutlaqo ro'za tutib bo'lmasligini bilganimiz uchun og'iz ochishga shaylanamiz. Lekin har bir yurt o'zi uchun ro'za tugashini belgilashini ham bilamiz. Agar bu yil ham shunday vaziyat bo'lsa, qanday yo'l tutish lozim deb o'ylaysiz? Savolda vasf qilingan holat bir necha yildan beri bor narsa. Avvallari taqvimni qilib qo'yib, shunga binoan ro'za tutilaverardi. Ya'ni bizni yoshlik vaqtimizda hozirgi kabi aloqa vositalari rivojlanib, boshqa musulmon davlatlarida kim ro'za tutdi, kim tutmadi, kim boshladi, kim boshlamadi, qayerda hayit emasligini bilib olish bir kunning ichida mumkin emas narsalar edi. Shuning uchun biroz bu masalada unaqa tushunmovchiliklar bo'lmay turar edi. Lekin hozirgi paytda har kim o'sha chet el axborotlarini eshitishi, ko'rishi, xabardor bo'lish imkonlari juda ham ko'paydi. Misol uchun bizda ertaga ro'za deb turgan vaqtimizda boshqa yerda ro'za tutibdi degan xabar kechqurun kelib qoladi. Tarovih o'qishibdi deb. Xuddi shuningdek mana hayit masalasida ham shunaqa holat. O'zi aslida bu narsalarni hammasini oy ko'rish amaliyotini bajarish bilan aniqlanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi deganlar. Oyni kutib ko'rib ro'za tutinglar, oyni ko'rib og'zingizni ochinglar deganlar. Ramazon oyidan oldingi Sha'bon oyi hisoblab kelinadi. O'sha oy 29 kunlik bo'lganda oy ko'rildi degan gap bo'ladi. Oy ko'rish deganda bir yaxshi joyga, quyosh botadigan taraf ko'rinadigan joyga chiqib odamlar qarashadi. Agar Sha'bon oyi 29 kunlik bo'lib, ertasiga Ramazon boshlanadigan bo'lsa, quyosh botayotgan paytda yangi oy bir oz ko'rinadi. Ana shu ko'ringanini xabarini yetkazib, hamma yoqqa xabar yetkazib ro'za tutsa bo'laveradi. Ana shu demak shariatning ko'rsatmasi shu, hayit ham shunga o'xshab belgilanadi. Endi ikki xillik bo'lib qolsa, bir yurtda ko'rishibdi, bir yurtda ko'rishmabdi. Bizi tajribamizga o'xshagan holatlar. Oralarda birimiz ko'rsak, ikkinchimizga xabar qilamiz yoki boshqa degan gap yo'q. Har kim o'zi ko'rib, o'zi belgilamoqchi. Demak, bunday paytda har kim o'zi turgan yurtga qarashi kerak. O'zi qaysi yurtda tursa, shuni e'tiboridan demak ro'za tutishni boshlaydi, o'shini e'tiboridan ro'za tutishni tugatadi, o'shini e'tiboridan hayitini ham qiladi. Avval ham ba'zi bir savollarning javobida aytib o'tdik. Bir musofir odam boshqa yoqqa borib qolsa, orada farq bo'lsa, o'sha yerni aholisiga qo'shilib ro'za tutaveradi yoki ochib olsa ochaveradi degan ma'noda. Xuddi mana shunga o'xshagan, demak, ulamolarimiz mazhablarga qaraganimizda ixtilofi bor. Bir yerni ko'rgani boshqa yerga o'tadimi, yo'qmi degan masalada. Birlari ha, birlari yo'q degan. Demak, ana shuni e'tiborga oladigan bo'lganimizda ham yo'q degan tarafini e'tiborga olib, bir yurt butun boshi bilan, o'zlarining rahbarlari bilan, shu ishda mas'ullari bilan belgilab falon kuni deb aytib turgan bo'lsa, boshqa yoqdagi birovni tutgani yoki ochganini hujjat qilib orada ixtilof chiqarmaslik kerak. Ular ko'ribdi, ular qaror qilibdi, o'zlarining boshliqlari fatvoni beribdi, belgilabdi, oyni ko'rishibdi, sobit bo'libdi. Demak, ular uchun hayit. Bu yoqdagilar biz hali ko'rganimiz yo'q, bizda sobit bo'lmadi deb turibdimi? Demak, bular uchun ertaga hayit bo'ladi. Shuning uchun mana shu holatni yaxshi bilib olishimiz kerak. Har kim o'zicha bir harakat qilib, falon yerda ochibdi, biz ochib yubordik, sanam och deb odamlarning oldiga borib, ularni ham ro'zasini ochishni talab qilish yoki aksincha bo'lish holatlaridan chetlanishimiz kerak bo'ladi.